Assalomu alaykum qadrdonlar. Ana O'zbekiston barchaga go'zal, fayzli oqshom yana bir bor xayrli bo'lsin. Yana bir bor xayrli oqshom deymiz barchaga, bizni kuzatib turayotgan, bizni sodiq muxlislarimizga yana bir bor xayrli kech deymiz. Bugun sizlarga yana eng zo'r kayfiyatni ulashamiz degan umiddamiz. Bizni tomosha qilish uchun bugun sabablar juda ham ko'p. Sizga atalgan musiqiy sovg'alarimiz bor, ajoyib mehmonlarimiz bugun studiyamizda mehmon bo'lishadi va albatta mana shunday sovg'alarning egasi bo'lishingiz mumkin va shartlarni dastur avvalida eslatib o'tamiz. Mana shu bizni QR kodlarimizni skaner qilasiz va bizni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi barcha profillarimizga obuna bo'lasiz va sizga biz qo'ng'iroq qilamiz, ikkita savol beramiz va mana shu ikkita savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, Descartes Gallery tomonidan ajoyib sovg'alarning egasi bo'lishingiz mumkin. Yashang Nodira, yashang Alinaxon. Barakalla. Bugun aziz do'stlar, o'zgacha oqshom bo'ladi. Har galgidan boshqacha. Kechagi oqshomda esa randomlar biroz oz o'ynaldi. Nega deysizmi? Chunki biz tasodifiy random orqali tanlangan raqamlar ko'tarishmadi. Alina bilasizmi? Juda ham ko'p bora. Yanglishmasam 4 marotaba random o'ynadiki, hech qaysi bir raqam go'shagini ko'tarmadi. Yanglishmasam uxlab qolishgan. Bugun aziz do'stlar, faqat uyg'oqlar mana shu QR kodni skanerlaysiz va ishonchim komil mahalla telekanalini barcha ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lgan holda biz sizni tasodifiy raqamlar random orqali aniqlab sizga sovg'a ulashga biz tayyormiz. Demak, mahalla telekanalida jonli tarzda oqshomlar dasturi boshlandi azizlar. Va albatta bizda mehmonlar bor. Keling, tomoshabinlarni ko'p kuttirmasdan mehmonlarimizni studiyamizga taklif qilsak, nima deysiz? Albatta, qarshi emasman. Bugungi oqshomni, payshanba oqshomini bugun yaxshi kayfiyatda o'tkazishni niyat qilgan aziz do'stlarimizga mana shunday musiqiy haroratni ham taqdim etamiz. Demak, serqirra shovvoz ijodkor Alijon Isoqov hamda Olovuddin Isoqov. Marhamat. Xush kelibsizlar mehmonlar. Alijon aka, xush kelibsiz, Olovuddin xush kelibsiz. Ko'rganingizdan xursandmiz. Xushvaqt bo'linglar. Barchaga assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sozandalarga rahmat, bizni qo'shig'imiz bilan kutib olganlar uchun. Rahmat, salomat bo'linglar. Yana bir bor xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalambor Ro'za-i Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Mana shu ulug' oydagi ro'zador otaxonlarimizni, onajonlarimizni, barcha yurtdoshlarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Xudo xolasa keyingi ro'za Ramazonlarda ham sog'lik, salomatlikda uchrashish barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Mahalla kanalidagi mana shunday bir chiroyli proyekt bilan hammani tabriklayman. Hammani xonadoniga xursandchilik ulashishlarga tilakdoshman. Rahmat. Biz ham xursand bo'ldik. Olovuddin xush kelibsiz. Assalomu alaykum avvalambor. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana bugun ajoyib bir kechada o'tiribmiz. Juda ham fayzli ham o'lkamizga ajoyib ro'za Ramazon oyi kirib keldi. Barchani ro'za Ramazon oyi bilan chin qalbdan tabriklayman. Ilohim hammalaringiz baxtimizga sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'ling. Alinji Alijon aka, mana ko'plab ijodkorlar, do'stlar, hamkasblarni taklif etganimizda albatta juda ham sizlar boringlarda gaplar bo'ldi. Vaqtjon kelib ketgan edi o'tgan hafta, vaqtjon va undan so'ng mana bugun sizni taklif etdik. O'zi Isoqovlar sulolasida san'atdan bexabar odam bormi o'zi, Alijon aka? Endi bu savolingizga nima deb javob berishim kerak? Ochig'ini aytsam, 94 yoshni, hattoki 95 yoshni qarshilayotgan hoji otam borlar. Jabborxon hoji ota Isoqov o'sha insonni bizni farzandlari sifatida 9 ta o'g'il bo'ladigan bo'lsak, hammamiz san'atga aloqamiz. Ya'ni qolaversa jiyanlarimiz ham hammasi san'atga aloqador. To'g'ri, qaysi birlaridir ashulachi bo'lib ketmagandir, boshqa kasbda bo'lsa ham, lekin qo'liga mikrofon tutqazib qo'ysangiz, chiroyli qo'shiq ijro qilib beradi. Ochig'i bu Allohdan berilgan bir tug'ma talant desam adashmayman. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Ya'ni desa mana
bekorga bejiz bu so'zni, bu mavzuni, bu savolni bermadik. Mana Olovdinga ham yuzlanamiz. Olovdin mana sizni jiyaningiz, yana bir jiyanlar qatorida. Bu jiyanimni endi xudo xolasa butun muxlislarimizga mana Vohidjonni butun respublikamiz taniydi, qolaversa O'rta Osiyo taniydi, yaxshi ijodkor. Endi buni jiyanlari qatorida Maqsudbek Jabborov emas, endi Maqsudbek Isoqov bo'lib chiqayotgan jiyanim ham bor. Ana. Salimaxon kelaman dedi, kelmadi deb aytgan u ham jiyanim bo'ladi. Ana. Endi mana Alovuddin jiyanimni olib keldim. Xudo xolasa bizni silolamizdagi yaxshi ijrochilarning soni ko'paysin. Endi bu boyagi yomon qovunda urug'i ko'p bo'ladigan emas, lekin toza san'ati bo'lsa biz yo'l beramiz hammasiga. Ijodlariga omad tilab qolamiz. Yashang. Vohani pul Isoqovlar. O'zimizda Rahmat. Ana nesa, Olovdin, siz Abdurashid Isoqovning yo'ldamisiz yo Aljon akamni ko'proq ijodlariga, repertuarlariga murojaat qilasizmi? Qaysi biri yaqinroq sizga? Endi bizga hammalari yaqinroq, lekin juda ko'p nimalarni ustozim Aljon akamdan so'rayman. Ustoz, mana shu qanaqa bo'ladi? Siz bir yo'l ko'rsating, bu qo'shiqda aytsam nima bo'ladi? Saviyasini ko'rib, o'zlari maslahatlarini beradilar. Baholab beradilar. Sizni birinchi tanqidchingiz ham Aljon akam. Albatta. Qaysi ko'proq taronalar yoqadi sizga Aljon akam? Aytavering, menga qarab gapiravering. Aljon akamning ko'p qo'shiqlari yoqadi, ayniqsa ota-ona haqida aytgan qo'shiqlari juda ham yoqadi. Juda ham, Juda ham yaxshi ko'raman. Haqiqatan ham ta'sirli. Aljon aka bir endi dastur avvalida bir chiroyli ko'ngil qo'shiq istaydi degan joylarida bir qo'shiq eshitamiz endi sizdan. Albatta, jonimiz bilan. So'zimiz va suhbatimiz yana ham fayzli va zavqli bo'ladi. Alijon Soqdan go'zal taron tinglaymiz. Marhamat. Marhamat. Yurtimning eng go'zal maskanlari bor, buyuk tarix-yu sultonlari bor. Muqaddas xalqiga Tangrim madadkor, tunda sayr qiling go'zal Toshkentni. Sayr qiling go'zal Toshkentni. So'lim ko'chalari nurlarga to'lgan, ozod xalq shodligi quvonchdan kulgan. To'lin oy nurlari charog'on bo'lgan, tunda sayr qiling go'zal Toshkentni. Tunda sayr qiling go'zal Toshkentni. Osmon go'zal, yulduzli sama, favvoralar o'ynab kuylaydi navo. Topmoq istasangiz dardlarga davo, tunda sayr qiling go'zal Toshkentni. Sayr qiling go'zal Toshkentni. Azim Toshkent go'yo jannatga o'xshar. Ko'ring bu shaharni go'zal naqadar,
ta'rifin maqtasam uzundan uzun ikki ko'zingizdan taralab uchqun shundayin mo'jiza ko'rmoqlik uchun tunda sayr qiling go'zal Toshkent tunda sayr qiling go'zal Toshkentni tunda sayr qiling tunda sayr qiling go'zal Toshkentni Yashang Alijon aka. Bor bo'ling. Rahmat. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Tunda sayr qiling. To'g'rimi? Tunda mahalla telekanalida oqshomlarni ko'ring, bu foydaliroq. Juda ham chiroyli tarona bo'libdi. Haqiqatdan ham Toshkent tunda sayr qiladigan eng chiroyli go'shalardan deb ayta olamiz baralla, to'g'rimi? Endi Shunda ilhom kelganda. bu qo'shiqni yaralishiga mana kundan kunga o'zi yurtimizni har bir go'shasi go'zallashib boryapti, chiroyli imoratlar. Men o'sha ochig'ini aytishim kerak. O'sha xizmatlardan qaytishda bir kun shunday bir o'sha shaharda ichida o'zim mashinamda endi aylanib yurib shunchalik go'zallikni ko'rganimdan keyin o'sha shoirlarimiz bor, bir hamkorligida ishlaydigan Dilnoza degan Kamolova degan singlimizga iltimos qildim. Tunda sayr qiling go'zal Toshkentni degan bitta she'r yozaylik deb mana shu qo'shiq yaraldi. Ana. Birinchi marta mahalla telekanalida ijro qilyapman. Ana, premyera bo'ldi demak. Bor bo'ling. Biz shu fursatlarda o'ylab turibmiz oqshomlar dasturini nomini o'zgartirmoqchimiz. Premyeralar degan ko'rsatmoqchi. Chunki bilasizmi Alijon aka, shu dasturga kelgan har bir mehmon bahor yangi mavsum bo'lgani uchun ham premyeralarni tayyorlab kelyapti. Har bir mehmondan bitta premyera tinglayapmiz. Bugun siz ham ushbu an'anani chetlab o'tmadingiz. Buning uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Bizni boshimiz osmonga yetib chiroyli taronalarni birinchilardan bo'lib bizni telekanal orqali muxlislaringizga taqdim etganingiz uchun. Rahmat. Alinaxon, demak, safimizni kengaytiradigan fursat yetdi nazarimda, to'g'rimi? Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Safimizni yana ham kengaytirish va albatta yana ham kayfiyat qo'shish uchun keling. Navbatdagi mehmonimizni taklif qilsak, nima deysiz? Albatta, qarshi emasman. Demak, so'z ustasi qahqaha guruhining otasi desak gap xato bo'lmaydi. Toyir Rahim studiyamizdalar. Keling Toyir aka, marhaba. Kelibsiz Toyir aka. Katta rahmat. Xushvaqt bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. O'tirib olingizlar. Assalomu alaykum. Hurmat, o'tiringlar. Yo'q, bismillah. Charchamayapsizlarmi? Hormangizlar. Rahmat, salomat Gap bo'ling. yo'q. Qo'shiq deyishdik, mazza qildim demaydi Alijon. Rahmat. Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli muxlislar, hurmatli onajonlar. Bayramlari nasib bo'lsa, Xudo xolasa onajonlarimiz, opa-singillarimiz keladigan bayramlar muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalar Xudoyim dargohiga qabul qilsin. Ajrlarni kutgandan ham, so'ragandan ham ziyodasi bilan bersin ilohim, ha? Albatta. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rib xursand bo'ldik. Rahmat. Ozgina Men xursand bo'ldim. va kayfiyatli fursatlarni ulashasiz degan umiddamiz, bugun ishonchdamiz. Bugun siz bilan yaxshi, bugun mana bir qator iste'dodli ijodkorlarni, siz kabi ustoz ijodkorlarni ko'rib xursand bo'lib, yaxshi oqshomni tomoshabinlarga taqdim etishga tayyormiz. Albatta, albatta qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Muxlislar zerikmaydi. Albatta. Bugun Alijonga o'zim ham muxlisman-da. Rahmat. Yaqinda konsert berdik-ku. Yaqinda konsert Hali ham berdik. shuni Yaqinda konsert berdik, birga shu tanlov bo'lib qoldi qo'shiqchilardan. Menga yaqinroq keling Alijon. Sal yaqinroq keling.
Menga nimadir bo'pti-da. Ha. Bo'ldi ana, zo'r bo'ldi. Ana, Ana zo'r. ana. Kostyumer Jamoa bo'lib ishlashni o'rganib qolibsizlar. ataylab qo'ya kelishib oldikda shunaqa qilasiz. Ssenariyda shunisi Shuni- bor. shunisi bor. Yana ssenariyda bitta juda ham qiziqarli hodisa bor. Telekanallarda bilasizlar, bu an'ana, reklama an'anasi. Mana shuni davom ettiramiz. Reklama emas, tirikchilik deydik. Tirikchilik, marhamat. Mavrid Band bugun biz bilan musiqiy hamroh. Aziz do'stlar, oqshomlar dasturida sizlarga musiqiy kayfiyatni taqdim etadilar va hurmatli mehmonlarimiz ham bundan mustasno emas. Yana bir karra qadrli mehmonlar, yana bir bor sizlarni xush ko'rdik Mahalla telekanalida. Bugun sizlar hamrohliginglarda biz nafaqat musiqiy taronalar, mana Aljon aka yuqorida aytib o'tganlaridek Aloddindan musiqa emas, Toyir aka, shu bilan bir qatorda biz sovg'alar ham ulashyapmiz. Hozir tomoshabinlarga Tomoshabinlarga Ha, bizlarga-da o'tiribman. Sizlarga ham bor albatta. Ay, rahmat. Lekin aytmadingizlar, san'atkorlar ham faqat olib o'rgangan, buni biz olib ketamiz deb o'tiruvdik deb. Shunga kayfiyat yaxshi bo'lib ketdi. Sovg'alarimiz Aytdim, sizlarga chiroyi ham stal bor. yaxshi bo'ldi. Kayfiyat bor. Bor dedi, hali tushgan yo'q kayfiyat. O'sha Yo, lekin balkim hech kim yutolmasa, balkim o'zimizga qolib ketar. O'sha uchun muxlislar yutishga harakat qilinglar. Mana shu yutuqda bu. Yutuq. sovg'a Biz qilamiz. savollar beramiz. Savollar ham juda oddiy, Toyir aka. Zo'r. Sizlar agar shu sovg'ani qo'lga kiritmoqchi bo'lsanglar, shu biz raqamlarga telefon qilgan yurtdoshlarimizni oyoqdan chalib turishinglar kerak. Qiyin savollar. Sizlarga imkoniyat taqdim etamiz. Aziz do'stlar, mana shu ekranlarning pastida namoyon bo'layotgan QR kodni skanerlaysiz. Mahalla telekanalining barcha ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lgandan so'ng tasodifiy raqamlar random orqali sizlarni raqamingizni aniqlab biz sizga qo'ng'iroq qilamiz va mana shu qimmatbaho sovg'alarni Descartes Gallery tomonidan taqdim etilgan sovg'alarni bugun siz egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi esa Aljon aka, Toyir aka konsertdan gapiringlar. Konsertdan bugun mana shular haqida gaplashamiz. Hozir aytdingiz-ku, birga konsert berdik. Qiziqarli voqealar bo'ldimi? Siz bor joyda lekin qiziqarli voqealar bo'lishi aniq. Albatta bo'ladi. Konsertni biz o'sha o'zi 2024 ga mo'ljallagandik. Ha. 2024-yili konsert beramiz dedik. Sabablarga ko'ra o'sha programma tayyorlamay qoldi. Keyin nimalar bilan, xizmatlar bilan bo'lib 2025 ni mana yanvar 31 ga belgiladik. Ya'ni. Keyin Xalqlar do'stligi saroyning rahbariyati borsak, bir kun vaqt bor dedi-da. Bir kun, 2 kun qilaylik desak, bir kunga vaqt bor dedi. Mayli, Xudoga shukr, har qalay o'sha hisobot konsert deymizmi? Qizilshahar yiliga bir beradigan konsertni biz ham o'tib oldik muxlislar oldin. Juda yaxshi konsert bo'ldi. O'sha konsertni boshlanishida ijodni boshlaysiz. Bir oy yozuv, chizuv, nimani gapiramiz yozilib turgan paytda san'atkor esga tushib qoldi. San'atkorni kimda aytamiz? Endi variant ko'p. San'atkorning varianti juda ham ko'p. 5-6 ta variant bo'lib ketdi. Keyin men aytdimki, yigitlarga tashkilotchiga aytdim, Alijon Uzoqovni aytaylik dedim. Qanday dedim, shu yigitning bir dardi bor-da dedim, bir nima xonishi boshqacha dedim, bir jonli ham dedim. Endi jonli bo'ldi lekin. Hamma narsa jonli bo'ldi. O'sha biz ham o'sha qahqaha qo'shig'imiz bor. Endi yozilgan u. Yozilgan bo'lmasa ham musiqasi yozilgan, lekin o'zimiz aytamiz, lekin o'sha ham mumkin emas-da. Ha. Aytilma, shu yil aytma. Oxirida lekin aytgan ishonmi? Oxirida ham o'sha sozandalar bilan sozandalar bilan chalinib birga aytdik oxirida. Ha. Endi avvalo sizga rahmat. Tohirjon aka, Adashmadik demoqchiman-da. Qo'shiq tanlashni To'g'ri tanlabsizlar, ha? Ochig'i meni yuragim ham Mayli, hisob kitob boshqa narsa. ayni u hisob kitob bo'ladigan narsa, lekin To'liq qachon bo'ladi? Ya 2020 da qolib ketadi. sizku 24 ga mo'ljallagan ekansiz. Ochig'i meni konsert berish xayolimda ham yo'q edi. Yo'q-da. Chunki bugungi kunda yakkaxon konsert berish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Endi qaysi ma'noda? O'sha har tomonlama o'ylaysizki, o'sha bugungi chiqayotgan yoshlarni yoki bugungi o'sha bizni muxlislarimiz nima kutayotganligi, o'sha zalga majburlab kimnidir chaqira olmaysiz. O'sha konsert berganingizdan keyin u zal to'lish kerak. Ungacha bo'lgan o'zini xarajatlari yoki bo'lmasa o'sha jarayonlari bor. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Endi oldin ham bundan bir necha yil oldin birga konsert bergan kunlarimiz bo'lgan.
Avazohim bilan konsert berganmiz, Handalak guruhi bilan. Endi rahmatli ustozimiz Hojiboy Tojboyev bilan 2007-yil konsert bergan. Ha, men Turkistonda konsert berganman-da, o'sha bahor oyida konsert berib, o'sha bir to'y xizmatida ko'rishib qolganman rahmatli Hojiboy aka bilan. Keyin o'sha hovlidagi to'yda xizmat qilganimizda, "Alijon, siz konsert berganmisiz?" Men aytdim, "Bahorda konsert berdim." Dedim, "Konsertni diskini menga bering" dedilar, mashinadan shatto olib chiqib berdim. Oradan 2 kun o'tib menga qo'ng'iroq bo'ldi Hojiboy akamning o'zlari. "Alijon, men to'yda sizga ishqiboz bo'lib qoldim. O'sha bu yilgi qishki konsertimga chiqasiz" dedi. Xuddi sizga o'xshab meni o'sha hurmat qilib chaqirgan insonlarni konsertida yonib xizmat qilgim keladi. Kecha ham juda ajoyib bo'ldi. Ha. Dahshat duvorgim keldi-yu lekin. Avvalo biz men ham, Alijon ham sahnada qanday bo'ldi, nima bo'ldi, ijro qanday bo'ldi, tomoshalar qanday ketdi, uni biz uncha nima qilmaymiz. Chunki biz o'sha nimada bo'lamizda, Kayfiyatda, hayajonda o'sha kayfiyat, o'sha yaxshi. O'sha kelgan muxlisda u sizga uyga mehmon kelsa 2-3 xil taom qilib, ko'ngilni ovlashga, chiroyli mehmon qilishga harakat qilasiz-ku. O'shanday u ham bizga mehmonda, 4200 ta mehmon, ularni ham kuldirib, ham nimadir olib ketish kerak-da ular. Faqat kirib ha emas. Ya bir nima emas, kuladi. Kulgandan keyin ha deb nimadir o'ylashga uyga boribdi. Nimadir olib ketish kerak. Shunaqa paytida endi uni muxlislar biladi. Konsert qanday bo'ldi, qanday davom etdi, tempi qanaqa bo'ldi ekan, zal to'ldi. Keyin men shu bitta o'zimni kelgan sinfdoshlarim keldi, qiz sinfdoshlarim ham keldi. Endi aka-uka, opa-singillar keladi. Meni sinfdoshlarim kelmadi. Kelmadimi? Kelmadi, nomardlar sinfdoshlarim ko'rib turgan bo'lsa, Ana shundoq konsertdan quruq olib ketdinglar. Ayting, Alijon aka ular 2 kun deb o'ylagan. ertasi kuni kelamiz. 10 ta qiz sinfdoshim keldilar. Juda xursand bo'ldim. Telefon qilib qoldi o'zlari. Biz gapda o'tiribmiz, Tohir konsertingga boramiz dedi. Ishonmadim. Kelinglar dedim, balki kelmaysizlar dedim. Boramiz dedim. 10 kishi boryapmiz. Ana. Keyin biletlarni tayyorlab qo'ydim, balki kelsa kelar, kelmasa odam bor kirayotgan dedimda. Nima qildim? Bir payt 33 kun biz keldik deb qoldi. Rasm tashlab qaydasan dedim. Keyin rasm tashlashdik, ko'rishdik. Xursand bo'ldim. Shulardan aytdim, konsert o'zlari aytdi, men so'raganim yo'q. Konsert zo'r bo'ldi, sinfdosh dedi. Alijonga ham rahmat, sizlarga ham rahmat dedi. Shunday mazza qildik dedi. Navoiydan keldilar ular. Yana. Navoiy Xatirchidan keldi. Qarang. Endi Qashqadaryo Navoiydan uzoqda, shuning uchun men sindoshlarim kela olmadi. Keyingi konsertga kelamiz deb va'da berishdi, lekin menga ham chunki choyxonada yaqinda yig'ildik. Boramiz albatta Qaqqaqani konsertiga ham. Yelini aytmayapti. Yelini aytmayapti. Boramiz ya, yelini aytmaydi. To'g'ri aka, shu kunlarda bitta konsert qilishingiz kerak. Qilib olsangiz, men Alijon akam sinfdoshlarim bilan to'ldirib olamiz. Shunday, lekin Qashqadaryodan ko'p mehmonlar keldi. Tohirjon aka so'zni oldim, ming bora uzr. Haqiqatda bizni ham tanish bilish oshna og'aylarimiz Qaqqaqani konsertiga kirib, juda ham mazza qilib dam oldik deyishdi. Chunki o'sha sizlar chiqishlaringizda ota-onalarni, o'sha farzandlarni, o'sha ota-onaga bo'lgan hurmat temalarini olib chiqdingiz, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan voqealarni olib chiqqanligingiz juda ham chiroyli bo'ldi. Men aytamanki, o'sha kulguni ichida o'sha tarbiya borligi juda ham yaxshi narsa. O'sha kerak-da o'zi. Albatta. Juda ham Lekin o'shandan o'sha tomoshadan sizni ota qo'shig'ingiz shunday. zo'r bo'ldi. O'shani bir kuplet aytib berishimiz kerak edi-da. Ha. Bo'ladimi shunaqasi? Joyida. Mana shu- Reklamadan keyinmi yo'q? Ha, yo'q, reklama emas. Biz omadli raqam aniqlab olamiz. Undan Bo'ldi, keyin hop, mana shu hop. omadli raqam, omadli ishtirokchimizga ushbu to'r qator barcha yurtdoshlarimizga ota haqidagi jonli ijrodagi taronani tinglaymiz. Demak, aziz do'stlar, biz omadli raqamni aniqlaymiz, randomga start beramiz. Ketdik. Demak, 50-91. 50-91 raqam egasiga biz albatta bog'lanishga harakat qilamiz. Sizga ikkita savol beriladi. Mana shu ikkita savoldan ikkaloviga ham to'g'ri javob bersangiz, Descartes Gallery tomonidan mana shunday ajoyib sovg'alarni egasiga aylanishingiz mumkin. Hozir esa bizda musiqiy tanaffus bor albatta. Shu o'rinda keling, nomalarni ham yetkazib olaylik. Buxorodan salomlar, oqshomlar ko'rsatuvini juda yaxshi ko'ramiz. Alijon Isoqov, men sizni muxlisangiz, Zilola qo'shig'ingizni kuylab bering. Iltimos, oldindan rahmat deb yurtdoshlarimiz yozishyapti. Surxondaryodan salom, Alijon Isoqovning ijodiga omad tilayman. Iloji bo'lsa Jiron taronasini ijro qilib bersalar xursand bo'lardim. Men bugun Asilbek aka safaridan juda ham sovg'alarni qabul qilishni o'ylab turgandik. Yashang. Assalomu alaykum ijodkorlar. Tojikistondan Shahriston
nohiyasi Jarqo'dan qishlog'idan Begimov Xayrullo, Begimov Abbosdan salom. Tojikiston 5 iltimos o'qib eshittiring. Alijon akaga alohida salom demoqdalar. Alijon Juda aka, ham ko'plab SMSlar kelgan albatta. Assalomu alaykum, Tohir aka, yangisidan eshitmaymizmi? Sizga salomlarimizni yo'llaymiz deb yozib yuborishdi. Assalomu alaykum, Tojikiston Vahdat shahridan salomlar deymiz. Ijodingizga omad tilab qolamiz. Alijon akamizga ijodlarda omad tilaymiz. Qo'shiqlardan tinglaylik deb yozib yuborishdi. Alijon aka, muxlislaringizga salom yo'llab oling avval. Hammalariga rahmat aytib o'ring. Avvalambor mana shu bizni hurmat qilib savol yo'llagan va bizni bee'tibor bo'lmagan barcha muxlislarimizga Tohir akamizning nomlaridan, ustozimiz nomlaridan mingdan ming rahmat deyman. Iloyim yaxshi ijodimiz bilan mana shu xalqimizni qo'ldan kelgancha uzoq yillar ustozlar yo'llarini bergan holda xizmatini qilish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Hozir endi sozandalar hali bu qo'shiqni eshitmagan, lekin bu mana shu nima deydi, shu yerda bir xizmat qilib turgan yigitlar bilan qo'ldan kelgancha bir ijro qilib beramiz. Otasi borlarda bordir juft qanot, onasi borlarga tashvish g'amlar yo'q. Do'stim sening otang, onang ham hayot. Otang yoningda bo'lsa davlat emasmi? Onang yoningda bo'lsa shu baxt emasmi? Otang yoningda bo'lsa, onang yoningda bo'lsa, ular yoningda bo'lsa shu baxt emasmi? Otang yoningda bo'lsa, onang yoningda bo'lsa, ular yoningda bo'lsa shu baxt emasmi? Sozandalarga mingdan ming rahmat. Endi xudo xolasa bu qo'shiqni to'liq variantini yigitlar bilan birga ishlab keyingi ko'rsatuvlarda ijro qilib beramiz. Bu hamma uchun yangilikligi uchun qisqagina ijro qilib berdik. Juda ham ajoyib, juda ham ajoyib. Haqiqiy baxt. Ota-onasi yonida bo'lganlar haqiqiy baxtiyor insonlar. Alijon aka, minnatdorlik bildiramiz. Shu o'rinda savol kelibdi bir muxlisingizdan. Assalomu alaykum, Alijon aka. Bir savolim bor sizga. Vohidjon Isoq bilan nega duet qo'shiq aytishmagan? Aytish, klip tushirish niyatlari bormi? Shu savolimga javob bersalar katta rahmat debdilar. Nima bo'ldi shu Vohidjon bilan shu iqtisodiy masalalar kelisha olmayapsizlar? Yo'q, Vohidjon bilan duet ijro qilganmiz. O'sha 2016-yildagi konsert dasturimizda ikkita duet ijro qilganmiz. Bu duetlarda endi faqat klip olib ommaga tarqatmaganmiz, lekin konsertimizda birga ijro qilganmiz. Shuni tushuntiribmiz. Shu klipni olib taqdim etish niyatinglar bormi? Yo'q, endi u qanaqa bir aka-uka duet bo'lgan, uni klip olishga o'sha konsert uchun qilinganda. Hozircha hojat yo'q deb o'ylaysiz? Shunday. Lekin Vohidjonni mana duetlari, Sevinch Mo'minova bilan ijro qilgan duetlari, hozir yana bitta o'sha Sevinchxon singlimiz bilan duet qilishdi. Qolaversa Xorazmlik singlimiz bilan duet qilgan. Endi faqat duet hadeb ko'payib ketaversa ham bo'lmaydi. Menda lekin bitta Vohidjondan boshqa hech kim bilan duet ijro qilmaganman. Nimaga? Nega endi takliflarmi? Tohir akam bilan duet aytishim mumkin. Ochig'i taklif bo'lmagan yoki menga tushadigan qanaqadir bir ijrochi hali yo'q. O'zbek san'atida topilmadi. Yo'q, unday demang. Ko'p, lekin bu hali balkim bir hali to'g'ri kelmagan. Mavrida bo'lib qolar. Lekin nimada bor? Rejada bor. Rejada bor duet aytish. Albatta. Balkim endi men ko'proq o'zim muxlis bo'lgan ijodkorlardan xohlaymanda duet doshdi. Masalan, Gulsanam Mamazoitova bilan xohlaganman, o'zim duet qilib ijro qilishdi yoki Hosila Rahimova bilan bir maslahatlashdik.
o'zimizni vohadoshimiz bilan. Lekin o'sha narsa hali bir amalga oshgani yo'q yoki qandaydir bir Xudo yo'l berish kerak edi bu narsaga. Albatta. Sabab bo'lishi Hozir eng yaqin Toyir akam turibdilar, Do'xatbek. Hozir Tohir akam bilan Sohib akamni o'rnida men bola bo'lib beraman, siz ota bo'lib berasiz. Sohib aka, Ana. Navoiyda ekansiz, biz sizni ham chaqirmoqchi edik. Qahqaha yangi talqinda bo'ladi Albatta. bo'lmasa. Men Triomi? Sohib aka, domlaga, Hoji akamizga mana shu ijodkorlar nomidan xayrli kech deb qolamiz. Ro'zalar bilan charchamang Sohib aka. O'rningizda mana men o'zim turib turaman, vaqtinchalik. U bolta, siz oy bolta bo'lasiz. Ana eshitdingizmi? Yirik bo'ladi. ajoyib Alisher yirik Soqib bo'ladi. oybolta. Yashanglar. Hurmatli mehmonlar, Hozir u yonimizga bolta, oy bolta tanlash uchun nimalari borda? ha, o'zini Ha, talablari o'sha bor. Talablari bor. Kirib kelishimni ko'rsatib beraymi yo? Yo'q, kirib kelishmas. Siz birinchi dada deb bering, qani. Otam ana yerda ko'rib o'tiribdi hozir. Ya shu otangiz. Tohir aka yaxshi repetitsiya qilib tursinlar. Bizda chunki qo'ng'iroq bor. Repetitsiya qilib turaylik, keyin qaytamiz. Yurtdoshimiz bilan bog'lanamiz. Omadli raqam egasi bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanday? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshimi? Keling tanishib olamiz. Men Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xayrma mahallasidan qo'ng'iroq qilyapman. Ismingiz? Ne'matov Bobur. Bobur. Bobur, kayfiyatlar yaxshi. Ishonchim komil, siz ovozingizdan kayfiyatlar juda ham a'loligini sezib turibmiz. Savollarga javob berishga tayyormisiz? Harakat qilamiz qo'ldan kelgancha aka. Xo'sh, demak, mahalla telekanali doimiy tomosha qilib borasiz. Shundaymi? Aksariyat tomosha qilaman. Ha, ko'proq qaysi vaqtlarda? Tushlik vaqti bo'ladi. Kechki mahal, kechki qilaman. Ha, bemalol ekansizda, to'g'rimi? Demak, savollarni e'lon qilamiz. Retro hajviya dasturi bugun efirga uzatildimi, yo'qmi? Mahalla telekanalida hajviy ko'rsatuvlar orasida retro hajviya dasturi efirga uzatiladi. Aynan ushbu ko'rsatuv bugun mahalla telekanali orqali efirga uzatildimi, yo'qmi? Soat nechida? Qani, javobingizni kutamiz. Bugun aniq soatini bilmayman-ku, chunki bugun vaqtim bo'lmadi. Ko'rishga nega? Xo'p, Bobur, Bo'lgan bo'lishi mumkin. bo'lgan bo'lishi mumkin, ha? Boburjon mahalla kanalini men bilishimcha bolalar uxlagandan keyin ko'radi-da. Ha, nimaga? Yo, chunki bolalar egallaydi-da, Oynajon egallab oladi. Telefon bermasa Oynajon. Unaqa demoqchimisiz? Mulk ko'radi. Yo, Men masalan, mahalla kanal xalaqit qiladim deb. Aqljon, ya, aql o'yida ko'radi o'sha bolajon kanalni ko'radi, ular efirni bermaydi. Bolalar multfilm uchun Ha, mayli. Keling, yaxshisi musiqiy savol. Musiqiy savol beramiz. Bo'ladimi? Qanaqa? Musiqiy savol bo'ladi. Mavrid Ben tomonidan biron bir siz bilgan qalbga yaqin retro kinofilmlar, jahon kinofilmlarini soundtreklari chalib eshittiriladi. Siz ushbu soundtrek qaysi film ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Bo'ladimi? Menga iloj bo'lsa sportdan bersangiz. Sportdanmi? Sportdan. Bo'ldi, unda yordam bera olamiz. Pulni olasiz. Sport kanaliga olasiz. Eng yaxshi yordamimiz shu bo'ladi, Boburbek. Bizda sport yangiliklari va sport savollari yo'q. Qani endi. Gapingiz bo'ldi, boyagi savolni beradimi aka? Ha, beraveraymi? Bo'ldi. Musiqiy savol, Mavrid Ben. demak. Qani? Boburjon ham sovg'ani yutmasa qo'ymaydi-yu. Zo'r.
Mavridbek mahalla telekanalida klip aylantirish juda qimmat. Xo'sh, demak, sovg'ani egasiga aylanishingiz mumkin Boburbek. Biz Samarqand Pastdarg'omga shuni chiqarib olmoqchimiz sovg'ani, faqat siz ushbu Ishtixon tumani. Ishtixon tumanidan Bobur. Ana, Tohir aka. Pastdarg'omga ketib qolmasin sovg'a. Yo'q, yo'q. Aniq biz egasiga yetkazamiz Tohir aka. Ha, Ishtixon. Ushbu soundtrack qaysi kinofilm soundtracki qani? Shohruxxon mana shu kinoda o'ynagan shu kinosi. Kinosi nomi To'g'ri. Filmning nomi O'zi va bizda O'zbekistonda Hind kinofilmlarini hammasida Shohruxxon o'ynagan. To'g'rimi? Filmning nomi nima edi? Filmning nomini eslashga harakat qiling, chunki juda ham mashhur film. Hammamiz sevib tomosha qilganmiz. Devdasmas. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Xo'p, mayli. Variantlar bormi? Bor. Variant imtihonda bo'ladi, Boburjon. Tavba qilin, bizda orada variant bo'lmagan ekan, tavba qildim. Variant bor. Keling, variant sizda bormi? Sizni eshitaylik biz. Balki sizda bordir variant. Biz sanashni boshladik. 1 2 3 4 5 Afsuski. O'zingiz ham bildingiz. Hech qisi yo'q. Yashang Salom Boburbek. tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin yaqinlaringizga albatta. Eshitamiz sizni? Avvalambor ota-onamga alangali salom yo'llayman. Menga ta'lim tarbiya berganingiz uchun katta rahmat. Yurtimizdagi barcha insonlar ro'za ayyomlarini muborakbod etaman. Bahor ayyomlari qo'shaloq bayram bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'ling. Bobur aka Rahmat. salomat bo'ling, sog' bo'ling. Biz juda istagandik Samarqandga mana shu sovg'alarni berib yuborgani. Lekin afsus, yana urinib ko'ring, qayta urinib ko'ring. Bizda bir marta emas imkoniyat, balki qayta ertaga ham bemalol yuborsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Demak, Xo'p, aziz do'stlar, qadrli mehmonlar. Alinaxon, demak, nima qilamiz? Albatta randomni yana bir bor aylantiramiz. Omadli ishtirokchimizni aniqlab olish uchun. Qani, marhamat. raqam egasiga albatta bog'lanishga harakat qilamiz. Ungacha esa keling bir yangisidan bo'lsin deyishdi-ku. Ha. Yozishdi-ku, yangisidan eshitaylik. Biz ham shu bahona Alinaxon uchun Tohir aka bitta yangisi. Muxlislar uchun, tomoshabinlar uchun. Alinaxon, muxlislar, yangangizga yo'q, yangi sizlarga qayda bo'ladi. Hozir mana yurtimizda ro'za Ramazon oyi bo'lyapti. Hammaga muborak bo'lsin. Shu ro'za Ramazon oyida ikkita nasroniy boshqa millatda endi musulmon millatga mansub emas. Ikkitasi cho'llar juda ham charchab qolibdi. Holdan to'yib, ochlikdan, suvsizlikdan shunaqa charchab holdan to'yib qolgan ekan. Bittasi shunga qarasa, bittasining ismi David, bittasining ismi Michael ekan. Ha. Charchab bunga qarasa masjid ko'rib qolibdi-da. Michael aytdi, Davidga qarab aytdi, "Qara, musulmonlar masjidga hozir borsak bizga suv ham beradi, choy ham beradi, non ham beradi. Tezroq boraylik." Shunga borgan ekan. Noyib kutyapti ularni. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, kelyapti. Charchamay, qornimiz juda ham och debdi. Ha, isminglaring nima desa, meni ismim Michael debdi. Ular ismni almashtirib olaylik. Musulmoncha ism aytsak, qornimiz to'yadi degan ekanda. Bittasi aytdiki, "Mayli, men Ahmad bo'laman" debdi. Sen debdi, "Michael, sen nima qil? Men Michael turaverayin" debdi. "Sen Ahmad bo'lding, bo'ldi" debdi. Egar yetib borgan noyib kutyapti-da. Keyin qornimiz och degan ekan. "Ismingiz nima desa, meni ismim Michael" debdi. "Sizni ismingiz nima desa, meni ismim Ahmad" debdi. Aytdi, "Yigitlar, Michael yedirib ichiringlar, Ahmad boy Ramazon ro'za muborak bo'lsin" deymish-da. Uyalmaysizmi deganda? Qarang, ro'za Ramazon oyida yolg'on gapirib, o'shanda meni ismim David deganda bo'lardi-ku. Qorni to'yardi. Ramazon muborak degan ekanda. Ana. Yangisi.
Yaxshi, yaxshi, Bugungi- juda ham ajoyib. bu oyga Juda ham mos ajoyib. ekan. To'g'ri aka, sizga minnatdorlik bildiramiz. Kayfiyat. Shu Alinaxonga umuman daxli yo'q-da bu latifa to'g'ri. Men ismim Muhammad diyor. Katta rahmat, katta rahmat Diyorbek. Bizda qo'ng'iroq bor yana, albatta ulanamiz. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Tanishib olamiz. Qayerdansiz? Jizzaxdan Dildora. Dildoraxon opa, bizni doimiy kuzatib borasizmi? Ha. Televizorni oldidan biroz uzoqroq keta olasizmi? Chunki juda ham yomon eshitilyapti. Alo, Alo. eshityapsizmi? Hı? Oqshomlar dasturini doimiy tomosha qilib borasizmi? Tomosha qilamiz. Xo'p. Bo'lmasa savollarni berishni boshladik. Ko'zlaring ma'yus filmidagi bosh rol ijrochilari kimlar edi? Ko'zlaring ma'yus o'zbek filmi albatta. Tohir Sodiq. Va yana bir aktrisamiz. Ular to'qramadilar sizlarni. Tohir Sodiqov bilan birgalikda partnyor rol ijro etgan juda ham go'zal aktrisamiz. Dildor opa, siz topasiz. Biz sizga ishonamiz. Hozir esladim. Ko'zlaring ma'yus filmini esladingizmi o'zi? Esladim. Ha, juda ham mashhur iboralari bor. Nega ko'zlaring ma'yus desa nima deydi Diyorbek? Qiz nima deydi? Qizlar joyini ko'rmaganman. Tohirni ham joyini Dunyoda ko'rganman. mehribon onam bo'lishini xohlayman deydi. O'sha go'zal qiz kim edi? Mana shu iborani aytgan o'sha go'zal qiz. Rana Shodiyevami? Yo'q. Chalg'it. Tohir aka, sizlarga berilmaydi bu imkoniyat. Toping, singlim, toping. Mana bayramga Mana zo'r shu sovg'a bo'ladi film sizga. u aktrisamizni juda ham mashhur qilgan, juda ham go'zal aktrisamiz, juda ham ko'plab filmlarda yana rol ijro etganlar, lekin bitta mana shu film shu aktrisani juda ham mashhur qilgan. Xo'p. Bosh harfini aytingizda ismini, yordam qiling, endi bayramga sovg'a bo'lsin. Bosh harfi mayli. Ayta olmaymiz. Nega? Tohir aka, ayta olmaymiz. O ekan, o. Tohir Sodiqov hamda Ishonqulovamidi? Familiyalarini tanishtirmoqchi. yo'q. Keling, mayli. Savolni o'zgartiramiz. Qahramonni bosh rol qahramoni bittasini topganlari uchun yana bitta imkoniyat beramiz. Aha. Yana bitta imkoniyat beramizda. Bu navbatdagi savol musiqiy bo'ladi. Bo'ladimi Dildor opa? Mayli. Tayyormisiz? Tayyorman. Unday bo'lsa Mavrid Ben qani boshladik. Qani? Juda ham ajoyib milliy teleseriallarimizdan buni topishingiz kerak. Mana shu birinchi notalarni o'zidayoq hamma bu serialni deydigan. Yo'q, sizga mumkin emas. Kim? Chimildiq filmimidi? Yo'q. Yo'q, chimildiq emas. Nima bo'lyapti odamlarga? Tohir aka, ular sizdan so'rashyapti deb o'ylab, mikrofon ishlamayapti Tohir akamni. seriallardan. Rahmat, Ko'ngil Tohir. ko'chalarimi? Topdingiz. Bayramiz bilan tabriklaymiz. Ajon aka, bir misra agar imkon bo'lsa mana shunda, ko'ngil ko'chalardan. Ha, aytavering. Kengsan 18 ming olam. Torsan igna ko'zidan ham. Goho shohu, goho malham. Ko'nglim. Goho og'u, goho malham. Ko'nglim.
Mana Dildor opa siz topdingiz. Juda qiyin bo'ldi, lekin topdingiz, to'g'rimi? Aloqadamisiz? Alo, Eshityapsizmi bizni, Dildor opa? eshityapman. Bo'ldi, yaxshi. Siz birinchi savolimizga topdingiz va navbatdagi savolimizni Tohir aka siz berasiz. Qani? Nima savol beraylik? Biz chunki birinchi savolimiz to'laqonli javob olmaganligimiz uchun birinchi ko'zlaring ma'yusdan, ikkinchisiga bir kichik bir ijodingizga taalluqli savol bering. Dildor opamga shu sovg'ani beraylik. Dildoraxon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat, ya. Ha, kuyov bola, bolalar hammasi sog' salomatmi? Rahmat. Qahqahani taniysizmi? Ha, Taniysiz, a? taniyman. Meni ismim obrazda Tisha. O'g'ilchaning ismi Bolta. Ikkalamizdan qaysi birimiz katta? Men sovg'a tayyorlab turibman mana. Aslida-ni. Ha, yoshimiz. Qaysi birimiz? Aslida o'g'lingiz kattalar. Topolmadingiz. Ikkalasidan ham yenasi katta ekanmizlar. Albatta bu hazil savol edi. Albatta hazil savol edi. Ya Bolta aytmayman, lekin Bolta yosh mendan. Necha yoshligini aytmayman, mendan kichkina. Ota bo'lgandan keyin 1-2 yosh bo'lsa ham katta bo'lishi kerak. O'xshash kerak-ku, mantiqdan to'g'ri. To'g'rimi? Til bormaydi-yu, bo'lmasam katta bo'lsin. Topolmadingiz. Rahmat, Tohir aka. Bering, baribir Dildoraxonga beramiz. Albatta Sovg'ani bering, chunki Dildoraxonlarda bayrami mana bugundan boshlandi. Bahor kirishi bilan ayollarda bayrami. Albatta. Tabriklayman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sovg'a sizniki. Albatta. Dildor opa mana shu uyingizda bir burchakda tursa ham juda ham bir ajoyib san'atni, juda ham kayfiyatni taqdim eta oladigan Descartes Gallery tomonidan taqdim etilgan tuhfa sizniki. Rahmat. Yaxshi kunlar xizmatchisi mana biz salafaniga solib qo'yapman. Faqat bir sharti bor. Toshkentga yo'lingiz tushadimi? Tushadi. Bo'ldi, tushsa mana shu sovg'ani olib ketasiz. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidan buni berib yubormaydigan bo'lganmiz. Nega desangiz, oldingi sovg'alarimiz o'z egalariga yetib borishda ozgina kayfiyatli bo'lmagan. Shuning uchun Dildoraxon kelib ketish mumkin, lekin ikkalasining nimasi bir xilmi? nimasi? Nech pul kelib ketadi Dildoraxon Toshkentga kelib ketsa? Albatta Toshkentga yo'llari tushganda, bu Tushganda, sovg'ani olib tushganda. ketishlari mumkin. Yo, ko'pga tushib ketmasin deyman. Yo, ko'pga tushmaydi. Sababi Yo, teng bo'lurmi demoqchimisiz? Teng bo'lur. Ha. Dildoraxon yo'lingiz tushgan degan-ku. Albatta qimmatbaho sovg'alar. Baxmalni olmasidan kilo olganda bo'ladi bu pul. Dildor opa sog' bo'ling. Rahmat. Demak, Descartesni bizda reklama qilyapmiz. Reklama. Tomosha qilamiz, keyin Marhamat. qaytamiz. Mavrid Band. Bugun sizlarda kayfiyat boshqacha, ozgina vahshiyroq. Kecha mehmonlarimiz edi. Bugun payshanbaga xos shijoatli musiqalar chalishdan charchamayapsizlar, bor bo'linglar Mavrid Band. Demak, bizda mahalla telekanal muxlislari nomalar yo'llashmoqda. Ularni ham o'z egalariga taqdim etib olsak. Assalomu alaykum, Tohir aka, yaxshimisiz? Sizlarga Navoiy Navbahordan alangali salom. Tohir aka, Boltavoy qani sohib akam demoqdalar. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mahalla telekanal ijodkorlari, ustoz Alijon Isoqovning ijodiga omad yor bo'lsin. Qamashib tumanidan shogirdi Husniddin Azimov yozmoqdalar Alijon aka. Va bir qator yurtdoshlarimiz yana boyga yuqoridagi kuyga taxminlarni yo'llashgan. Men sizlarni ko'rib boryapman. Sizlarga omad, kuch-quvvat tilayman. Savollarga javob oydin hamda Tohir Sodiqov, bu ashula Anvar G'aniyevniki deb bir yurtdoshimiz o'z taxminlarini va javoblarini yo'llabdilar. Shu bilan bir qatorda bizda yana tabriklarimiz bor. Mana shu tabriklarni o'z egalariga taqdim etsak, yuqorida ko'rsatuv avvalida Alovuddin ham aytuvdilar, menda tabrik bor, shuni aytib olsam. Alovuddin, ayting qani. Biz hozir Telegram qarshisida endi bu kamdan kam uchraydi-da. Kuyovlarda ayniqsa. Yana. Mana kuyovlari qaynonalariga
ertaga tug'ilgan kunlar bilan tabriklayaptilar. Nimasi kam uchraydi Aloviddin, shuni ayting. Endi Nimaga ajablanasiz? eshitmaganman bunaqa kuyovlarni qaynonasini Ekran orqali, ekran orqali tabriklashni umuman eshitmagan bu. Balki yaxshi qaynonadirdi. Balki Balki yaxshi kuyovdir a? balki yaxshi Qani kuyovlar. Mana Abror aka degan bir akamiz bor. O'shalarni onalari, qaynonalarini ertaga tug'ilgan kunlari ekan. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim farzandlaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Ey yasha. Yetkazib qo'ydi. Menda ham tabrik bor. Toshkent shahar Bektemir tumani 571-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha ustozlarini, tarbiyachilari va xodimalarini 8-mart bayrami bilan muborakbod etamiz. Samiraxon, Dilnozaxon va Dilso'zxon Ergashevalar oilasi nomidan tabriklaymiz deya o'zlarini tarbiyachilari, ustozlar mana shunday zahmatli va haqiqatdan da faxrli kasb egalarini, hurmatli ayollarimizni ayollar bayrami bilan muborakbod etishmoqda. Bugun tavallud kunini nishonlayotgan insonlar orasida Nurafshon telekanal boshlovchisi Shomurod Hakimjonovni shukrona kuni bilan Mavrid Band tabriklayapti. Mavrid Band jamoasi birga ishlaydigan hamkasb do'stlarini, bular endi Nurafshon TVda hamda Shomurod tabriklashadi. Shomurod do'stim, yana bir qutlug', go'zal, shukrona onlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Aljon aka, sizga ham tabrik bormi? Bu tiqilib ketdi. Qaysi birini ayting? Bizni kuzatib turgan ana shu Yakkabog'dagi bizni hamyurtlarimiz, Damirjon ukamiz, qolaversa Elbek aka, Yo'lchibek, Zuhriddin, Ma'rifjon, Uchqun tabrik jo'natyapti. Mana bizni boyagi Qamashdagi Husniddin shogirdimiz ham hozir jo'natdi, Azimov. Hamma ijodkorlari ijodiga omad tilayman. Bu yerda mana Aloviddin ukamizni bekordan bekorga olib kelganimiz yo'q. Xudo xolasa bugun men o'zim nomidan hamda oila a'zolarimiz nomidan Aloviddin ukamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ukamni bugun tug'ilgan kuni. Yana Bu surpriz. Men aytdim, sen tug'ilgan kuningga dedim, mahalla kanaliga olib borib dedim, butun respublikaga tanishtiraman seni dedim, olib kelyapman buni. Tug'ilgan kuni. Buni dadalari Abdurof akam, Muhayyaxon yangam, iloyim farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring. Baxtimizga hoji otamning umrlari uzoq bo'lsinlar. Qolaversa Xudo buvalarimiz, Xudo hoji buvalarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Aloviddinni ham ota tomondagi, ham ona tomondagi barcha qarindoshlar nomidan tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Rahmat ustoz. albatta. Tabriklaymiz biz ham Aljon aka, qarang, biz nomidan. bilganimiz bilganda baribir ko'rdingizmi, bugun tug'ilgan kun egasiga biz ko'p ish qildirgimiz kelmayotdi boydan biri. Qo'shiq aytsin chiroylisdan. Endi o'zini tug'ilgan kunida o'zini tabriklab qo'shiq aytadi. Tohir akamdan eshitamiz, ha Tohir aka. Aloviddin tabriklaymiz Gajon. Haq berdi Aloviddin Buktirdiyevich. Yo'qsa To'ydirdiyevich. Xo'p, rahmat qoyil. ustoz. Rahmat. Ko'rsatuvdan keyinmi? Albatta. Ha, ya. Aloviddin tabriklaymiz, Og'iz umringiz ochgandan uzoq bo'lsin. Do'stim, ijodda Charchamang. Izzat bilan. Muvaffaqiyatlar Rahmat. tilaymiz. ustozlarning yo'lini bersin. Ota-onangiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat ustoz. Eshitaylik endi bitta. Albatta. Marhamat. Aloviddin uzoqda Andijon marhamat. aytaveradi hozir. Marhamat. Qorong'u tunlarni bedor o'tkazay. Ilindim qalbimga muhabbatingni, senla yashamoqni istar yuragim. Sen menga keraksan, men esa kimga? Ortingdan ergashgan soyaman jonim. Bir yonim armonu, bir yonim hijron. Shu ikki zolimdan kutarman ehson. Sen menga keraksan, men esa kimga? 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 Sen menga keraksan, men esa kimga? Kimga?
kimga kimga sen menga keraksan men esa kimga taqdir toshlar otar yurgan yo'limga gul uzmay tikanlar to'ldi qo'limga ismingdan o'zga so'z kelmas tilimga sen menga keraksan men esa kimga taqdir toshlar otar yurgan yo'limga gul uzmay tikanlar to'ldi qo'limga ismingdan o'zga so'z kelmas tilimga sen menga keraksan men esa kimga 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 sen menga keraksan men esa kimga 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 sen menga keraksan men esa kimga sen menga keraksan men esa kimga Aferin. Siz bilmasangiz biz qaydan bilurmiz? Kimga Juda kerak? Kimga nima kerakligini. Siz muxlislarga kerak. To'g'ri. Yashang. Shu o'rinda Alijon akamda bitta musiqa ham kerak. Sho'xidan-a. Davomiy bo'lsin. Aha. Oqshomda bir ozgina harorat bo'lsa, hamma raqsga Kayfiyatli, tushsin deydik aha. bo'ldi. Biz Kayfiyatli tayyor. tarona. Alijon sog' marhamat. nigohlaring sirli boqar zilola qarashlaring o'tlar yoqar zilola senga maftun hatto ko'kda hilola zilola 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 senga maftun hatto ko'kda hilola zilola 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 ertayu kech ko'z tutarman yo'lingga kelib qolsang gul tutarman qo'lingga ertayu kech ko'z tutarman yo'lingga kelib qolsang gul tutarman qo'lingga qiynoqda jon yo'l topolma dilingga zilola 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 qiynoqda jon yo'l topolma dilingga zilola
zilola zilola balki sevging meni xonirir dilingda ammo uni chiqarmaysan tilingga balki sevging meni xonirir dilingda ammo uni chiqarmaysan tilingga Rahim etgil men shaydo bulbulingga zilola 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 Rahim etgil men shaydo bulbulingga zilola 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 o zilola 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 Rahmat. Mana shu o'rinda ko'plab bemalol Alijon aka joylashib borishingiz mumkin. Sizni muxlislaringiz, Tohir akam mana juda ham ko'plab yaxshi fikrlar va juda ham salomlarni yo'llashyapti. Iltimos yetkazing deb to'polon bo'lyapti. Mana shu mahalla telekanal muxlislari sahifasida uni yetkazmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum Alijon aka. Chiroqchiga Navrozga kelyapsizmi degan savollar bor. Tirikchiliklar boshlandi ustoz. Ey yashang. Assalomu alaykum hammaga. Sumayyadan salom demoqdalar. Assalomu alaykum. Mahalla telekanal ijodkorlar bugungi oqshomlar ko'rsatuvi qatnashchilariga Tohir akaga Chust tumanidan Vovasoydan salomlar bo'lsin Husniddin demoqdalar. Tohir aka. Rahmat Husniddin. Assalomu alaykum. Mahalla telekanal oqshomlar ko'rsatuvi ijodkorlari. Ko'rsatuvga gap yo'q. Isoqov Alijon Isoqovning oilamiz bilan muxlisimiz. Alijon Isoqovdan yakkabog'im va bayramga qizlar qo'shig'idan bo'lsin. Onamni, ayolimni, opam Shahnozani, singlim Gulistonni, jiyanim Mushtariyni, xolalarimni, bolalarimni bayram bilan tabriklayman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Ulamji qishlog'idan G'iyosiddin Xurramov yozmoqdalar. Va yana ko'plab SMSlar kelmoqda. Dastur juda chiroyli o'tyapti. Oloviddin Isoqov do'stimizning tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qahqaha guruhi a'zolaridan Tohir aka va Alijon Isoqov ustozimizga ijodlariga omadlar tilab qolamiz. Ramazon muborak bo'lsin. Qamashi tumanidan deb yozib yuborishibdi. Qashqadaryodan salomlar bo'lsin. Qo'shiq muncha zo'r. Zilola zilola qo'shig'ini sevib eshitamiz. Katta rahmat Alijon aka ijro uchun deb yozib yuborishibdi. Onajonim, jonim mening bayramlar bilan tabriklayman. Ilohim baxtimizga doim sog' bo'linglar, bor bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya jasur yozmoqdalar onajonlarni qutlab muborakbod etib. Shu fursatdan barcha mana shu erkaklar nomidan, mahalla telekanal ijodkorlari nomidan ham biz barcha qadrdon, nafis, go'zal, dilbar o'zbegimni ayollarini bayram bilan qutlaymiz, yaqinlashayotgan bayram bilan. Alinaxon sizni ham shu bor. Quruqmi? Hech bo'lmasa mana shu suvni ochimday sepib qo'ying. Albatta. Tohir aka, Tohir akamni ham yanglishmasam telefon ko'tarayotganlarida tabrik bor, yanglishmasam. Tabrik bor ekan bizda ham. Mayli, bu keyin nima qilamiz? Avvalambor muxlislarga katta rahmat, e'tibor uchun rahmat. Mana shunday bizni ijodimizga befarq emas ekan muxlislarimiz, Alijonni ham bizda ham ijodimizga borlaringizga shukr. Sizlar borsizlarki, mana shu san'atkorlar, qiziqchilar, so'z ustalari ijod qiladi. Agar sizlar bo'lmasangizlar, bizning ijodimizni bola chaqa tinglamaydi. Siz muxlislar tinglaysizlar. Mana shu muxlislarga rahmat deyishimiz kerak. Alijon mana bu ustidagi kiyimi, meni ustimdagi kiyim, men misol uchun
$500 bo'ladigan bo'lsa shu turishi kiyimni shu muxlislarni puliga kiygan. Ana, Rahmat muxlislarga. Mana yurgan moshimiz ham muxlislarni puliga kiygan. ana. Yashab turgan mana uylarimiz ham shu muxlislarni puliga kiygan. Muxlislarga rahmat. Yana muxlislar bitta qarzi bor. Ha. Bitta hovli olib bersa keyin gap. keyin bemalol pensiyaga chiqib Yo'q, yo'q, pensiyaga chiqish yo'q. Yo'q, yo'q. Davarlar to'yini kim qilib beradi? to'g'ri unisi ham bor hali Endi boya men aytib o'tganimdek sinfdoshlar haqida boya gapirib o'tdim. Ha. Bugun meni bir qadrdon do'stim, sinfdoshim Damirjon Haydarovning tug'ilgan kuni. Yeah. Boya xayolimdan ko'tarilib ketdi. Aloddinga endi boyagi Isoqovlar sulolasini farzandi ekan sifatida buni tabrikladim. Damir do'stimni tug'ilgan kuni bilan barcha sinfdoshlar nomidan tabriklayman. Qolaversa bizni kuzatib turgan Muxlisjonga, qolaversa Shokir aka, Hofiz akamizga mingdan ming rahmat deyman. Bu yerda juda ko'plab muxlislar o'sha salom yo'llayapti, lekin meni haqqim bormi, yo'qmi, boshlovchilar ishi deb turib ikkilanib turibman, lekin Yo'q, yo'q, mahalla yo'q, kanalidagi bemalol mana salom shunaqangi bir tabriklar. muxlislariga o'sha salom yo'llash va ularning tabriklarini eshitish mani uchun juda bitta rohat bag'ishladi, oshig'ini aytsam. Bunaqa erkinlik hamma joyda bo'lmagan. Bu ko'rsatuv xudo xolasa millionlab bizni xalqimizni xonadoniga har kuni ko'radigan ko'rsatuvga aylanadi, xudo xolasa. Men ishonaman. Juda ham erkin, juda ham xalqimizga yoqadigan ko'rsatuv ekan. Shu o'rinda men bizni butun sulolamiz uchun bugun bitta xursandchilik. Meni ustozim, meni ko'plab qo'shiqlarimni bastalab bergan Abdumalik Isoqov akam ana shu umra ziyoratidan kelib hoji bo'lib keldilar. Yangam hamda Sharofiddin jiyanim hozir biz Aloddin bilan borib o'sha iftorlik qilib, ular duolarini olib keldik. Iloyim Abdumalik akamizni ham umrlari uzoq bo'lsinlar, bola chaqalar baxtiga doimo sog' muborak bo'lsinlar. oyda shuncha tug'ilgan kun, shuncha bayramlar. Qabul bo'lsin. Albatta, Duolari albatta. ijobat bo'lsin. Hammamiz yetkazsin poy qadamimiz shunaqa aziz joylarga. Iloyim, Menga ham bir juda muhim esimiz kelibdi. Ayolimdan kelibdi. Muhammadjon telni ichiga kirib ketgandek dars qilmayapti debdi. Darsingni qil Muhammadjon. Ana. Shu yerdan bo'lsa ham urishib qo'yaman. Yashang, yashang. Endi Alijon aka bitta tarona tinglaylik endi. Xo'p bo'ladi. Mana shuncha muxlislar, Sho'xidan. ha, sho'xidan. Hop. Yuragim bo'lsa, ha, yuragimmi, Hop, boshqasimi? hop. Nima tarona aytib bermoqsiz? Endi bizga farqi yo'q. Yuragimni aytib bering. Xo'p bo'ladi. Ha, So'ralgan. ha, o'ynasin. Albatta. Hop. So'ralgan. Marhamat. Hammani xonadoniga xursandchilik o'ylayman. Ulashamiz. Marhamat. Birgalikda. Yuragim meni seni so'radi yana, sog'inib seni, nega buncha azob berasan menga, kelma yonimga, yuragim meni seni so'radi yana, sog'inib
Yashang Alijon aka. Rahmat. Kayfiyat juda ham ajoyib bo'ldi. Mana shu o'rinda qisqa reklama tomosha qilib olishimiz kerak-da. Nafas rostlab olamiz. Reklama bizda. Rahmat. Mavrid bet bor bo'linglar. Demak, bizda yana nomalar bor Alijon aka, Tohir aka buni o'qib eshittirmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa ertaga bizning mahalla muxlislari faqat biz haqimizda yozishadi. Asqar akani ham aytib o'ting, Shahrisabzdagi bir qadrdon do'stimiz Asqar aka ham salom yo'llayapti. Xo'p. Asqar aka, Shahrisabzdan Qashqadaryo. Alijon akam bugun butun Qashqadaryo salomlarini yetkazdi. Yarim Qashqadaryo salomini aytdik. Demak, yana yurtdoshlarimizdan Yakkabog' tumani Qo'shtol qishlog'idan tanishlar nomidan Alijon akaga salomlar. Alinaxon kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Chust tumani Qo'vasoydan Husniddin oilasi sizni butun oila bo'lib tabriklashyapti. Katta rahmat. Sog' salomat bo'ling. Singlim Muxlisani tabriklab bering. Kenaylari Roziyaxon. Muxlisaxon, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Roziyaxon kelinoyingiz sizni juda yaxshi ko'radilar. Mana sizga e'tibor qaratib, Chorbog'dan alangali salom deb yana bir yurtdoshimiz Alijon aka, Shahrisabzga qachon kelasiz? Navruzda kutamiz deyishmoqda. Yakkabog'dan Sirojiddin ham salom yo'llayapti. Tohir aka, bor bo'ling, charchamang deb Oqo'rg'ondan salomlar. Tohir aka. Namangandan assalomu alaykum, Zilola qo'shig'ini eshitib mazza qildim. Ming rahmat sizga deb Alijon aka sizga minnatdorliklarini izhor etishyapti. Demak, Albatta yana ko'plab SMSlar kelmoqda. Ko'rsatuvni mazza qilib tomosha qilyapmiz. Kayfiyatbop qo'shiq bo'ldi. Alijon aka, sizga tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz deb yozib yuborishibdi. Alijon Isoqovni muxlisiman, ishlariga omad deb yozib yuborishibdi. Jizzaxdan alangali salom, qo'shiqqa gap yo'q. Assalomu alaykum, Yakkabog' Tezobdan salom deb yozib yuborishibdi. Barchaga ming rahmat. Sirojiddin do'stimizga qolaversa barcha muxlislar endi qayta telefon bo'lyapti. Bu paytda telefonda gaplashish mumkin emasligini endi ularga aytib qo'yishim kerakmi? Albatta. Endi Telegramda SMSlar ko'plab kelyapti. Endi biz vaqtimiz bilasiz, hozir ko'pchilik boyagi Navruzga taklif qiladiganlar hali bizni kunimiz band bo'lib qolmasdan harakatini qilmayapti. Tohir aka, to'g'rimi? Ular qachon kelasiz deyishyapti-yu. Endi jironni so'rashganlarga hozir jironni ijro qilib beramiz. Albatta. Shu o'rinda bitta dona tabrik bor ekan, iltimos qilishmoqda. Ko'rsatuv avvalidan buyon Jasur va Hilola nomi ostida bizga yo'llashgan onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Iltimos shuni ifodalab bering. Onajonim men bilan hozir ushbu ko'rsatuvni tomosha qilyaptilar. Otajonimga ham mingdan ming rahmat aytmoqchiman. Bizning ota-onamiz bo'lganliklaridan faxrlanamiz. Bayram muborak bo'lsin barchaga deya Jasur Hilola nomi ostida bizga nomi yo'llabdilar. Onangizga rahmat. Mayli dadasi roziman demaganda bu xursandchiliklar yo'q edi, aynalay. Dadangizga, onangizga rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oyida ayollarimizga ligota deydimi? Ha, imtiyoz. Imtiyoz bor ekan. Ha. Ro'za Ramazon oyida ikkita narsani yesa ro'zasi ochilmas ekan. Nima ekan? Eshitganmisiz? Yo'q. Erdi miyasi, keyin tayog'ini yesa ro'zasi ochilmas ekan. Yana ko'proq savob olar ekanmi? Albatta, ushbu kayfiyat aziz do'stlar. Jasur Hilola, sizning farzandlaringiz, hurmatli ularni padar buzrukvorlari, volidalari sizni juda yaxshi ko'rishadi. Sog' bo'ling, mana shu farzandlarning baxti iqbolini, kamolini ko'ring. Ular esa sizga doim mehr ko'rsatuvchi zurriyotlar bo'lishini chin yurakdan tilab qolamiz. Ana endi esa Alijon aka, jironni eshitaylik endi. Albatta. Ko'pchilik muxlislarimiz talabiga binoan. Ko'pchilik, marhamat. Zamonda Afrosiyob tomonda tug'ilibdi bir biyron, laqabi yumush jiron.
alijon aka rahmat. Judayam sizga judayam ko'plab bir mana shu izohlar aytmoqchiman, lekin Olovuddindan shu o'rinda bir tarona eshitib olishimiz kerak. Albatta, bugun tug'ilgan kuni. Hoziroq. Chiroyli istamni. Hoziroq. Olovuddin marhamat. Davom ettiramiz. Sho'xidan. Sho'xidan bo'lsin faqat. Qani? Aldadi yar aldadi, yar meni nega aldadi? Qiynadi yar qiynadi, shu qiz meni juda qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Ketaman, ketaman yar ketaman, bevafoga qarab netaman. Ketaman, ketaman yar ketaman, bevafoga qarab netaman. Yo'lariga qiyoqam boqmay, jonim sensiz endi netaman. Yo'lariga qiyoqam boqmay, jonim sensiz endi netaman. Aldadi yar aldadi, yar meni nega aldadi? Qiynadi yar qiynadi, shu qiz meni juda qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Senga ko'ngil berib bo'ldim bahor, aytgin menda qanday qasding bor? O'zga bilan ketding qilding guzor, sevgimni senga qilgandim izhor. Senga ko'ngil berib bo'ldim bahor, aytgin menda qanday qasding bor? O'zga bilan ketding qilding guzor, sevgimni senga qilgandim izhor. Aldadi yar aldadi, yar meni nega aldadi? Qiynadi yar qiynadi, shu qiz meni juda qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Yuragimni qayg'uga solib, juda juda meni qiynadi. Bravo. Rahmat. Yashang. Rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Olovuddin juda ham chiroyli, juda ham ajoyib bo'ldi. Tohir aka, mana shu o'rinda sizdan bir iltimos bor. Nima iltimos? Mahalla telekanali orqali bizni tomosha qilib turgan aziz ayollarimizni, chunki bizning dasturimiz jumaga qadar davom etadi. Shuning uchun sizdek mana shunday qadrli ustozlar ayollarni qutlab qo'ysalar, muborakbod etib qo'ysalar, hazilsi chiroyli, ha? Erkaklar nomidan chiroyli. O'tirib aytaymi yo Ha, turib ha, o'tirib ayt. O'tirib, ha. Avvalambor hurmatli onajonlar, opa singillarimiz kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Tabassum ajoyib dori. Uni do'stingga bersang xursand bo'ladi. Uni onangga bersang ko'ngli yorishadi. Uni bolangga bersang mehri oshadi. Uni begonaga bersang, u sen uchun sadaqa ajri bo'ladi. Er ayoliga bersa sevgisi oshadi. Ayol eriga bersa bolasi ko'payadi. Ishonch ortadi.
Xullas bu dorini ta'sirli asoratlari yo'q va bu hech qayerda sotilmaydi. Uni yuzingizga yaratgan joylab qo'ygan. Sal jilmayib samimiylashsangiz bo'ldi, ajoyib dorini tekinga olasiz. Aziz onajonlar, opajonlar, bayram yana bir bor sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklaymiz. Bor bo'ling. Katta rahmat. Tohir aka, Alijon aka. Ayolsiz uy fayzsiz bo'm-bo'sh huvullar. Go'yo u xonada bo'ri uvullar. Ayolni izozla boshingga ko'tar. Hayoting mazmunli va totli o'tar deganlar. Yashang. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat Tohir aka, Rahmat, minnatdorlik katta bildiramiz jon. Alijon aka. Sizga ham tashrif uchun Aloviddin, sizga ham qo'shaloq. Bugun tabriklar yo'llayapmiz. Juda ham chiroyli taronalar. Tabrigingiz bor yanglishmasam, ota-onangizga shuni aytib oling. Dadajon, ayajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'linglar. Ilohim dunyo turguncha turinglar. Onajonimni ham mana shu kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barcha onajonlarimizni, opa-singillarimizni ham chin qalbdan tabriklaymiz. Albatta. Rahmat. Bir yurtdoshimiz emas, qo'shni respublikadan qardosh, Turkmanistondan. Assalomu alaykum turkmanistonlik muxlislar uchun o'qing. Turkmeniston, Lebop viloyati, Ko'ynitog' Ertabdan salomlar deb salomlar yo'llabdilar turkmanistonlik bizni tomoshabinlarimiz. Albatta. Ana endi Alijon aka, sizdan bir chiroyli tarona bilan dasturni yakuniga yetiramiz sizlarga. Tashrif uchun minnatdorlik bildirgan Bu holda. yangi qo'shig'imiz bu yerda premyera. Albatta. Yaqinda challenge o'tkazyapmiz. Xudo xolasa katta pul mukofoti qo'yilgan. Yana. $1000 qo'yilgan. Yana. Mana shu challenge'da ishtirok etayotgan barchaga omad tilaymiz. Qo'shig'imizda davom etamiz. Alijon sog', aziz do'stlar, o'zingizni asrang, ertagacha Sog' ko'rishamiz. salomat bo'ling. Ura. Yoshligimda sevdim bir talaba qizni. O qiz menga bir bora qiyo boqmadi. Yoshligimda sevdim bir talaba qizni. O qiz menga bir bora qiyo boqmadi. Sababini so'rasangiz men oddiy bola. O qizlarning ichida tenga yo'q lola. Talabalar ichida suyganlar bormi? Oshig'iga yetolmay kuyganlar bormi? Talabalar ichida suyganlar bormi? Oshig'iga yetolmay kuyganlar bormi? Yigit qizlarga orzu talaba bo'lmoq. Qancha baxtdir bu davrda o'ynamoq, kulmoq. Davramizga qo'shiling, jim turmang shundoq. Yoshlikni eslagan